Android uchun bitta APK malware yaratib ko'ramiz. 100 ming tiking 5-10 daqiqa ichida 2x yoki 3x qilib oling. Aynan o'sha narsa bilan o'sha odamni aldashimiz, ya'ni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. Uyga borib bugunning o'zida narsani yaratib ko'raman deb yana harakat qilmang. Tizimdagi qanaqadir xatolik sababli siz birdaniga admin akkauntga o'tib oldingiz. Nimani xohlasa o'sha narsani qila olasiz. Nima uchun ofitsial Telegramdan foydalanmaysiz? Yopiq Telegramlardan istalgan video yoki APK fayl yoki qanaqadir fayllarni bemalol olishingiz bo'ladi. Va aynan mana shu sizda tizimingizni hack bo'lishiga olib keladi. Kompaniya rahbarisiz yoki qanaqadir tizimingiz bor, veb-saytingiz bor va mana shu veb-saytingizni hacker tomonidan osongina hack qilinishiga nima sabab bo'ladi? Shu o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida tizimni buzib kirishga harakat qilamiz. Ishonamanki, sizni qiziqtiradigan yaxshigina bir real hacking amalga oshiramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Nurali Sanoqulov. TC ya'ni Had o'quv markazida 1,5 yildan buyon mentorlik faoliyatini olib boraman. Xo'p, bugungi master klassda siz bilan nima haqida gaplashamiz? Siz bilan bugungi gaplashadigan mavzuyimiz veb-saytlar yoki tizimlarni qanday qilib oson buzib kirishimiz mumkin. Ya'ni bu qanaqa jarayon bo'ladi? Masalan, normal holatda qanaqadir veb-sayt yoki tizimni buzib kirishga harakat qiladigan bo'lsangiz yoki tizimga kirish uchun qanaqadir kodlar yoki qanaqadir toollardan foydalanadigan bo'lsangiz, siz ma'lum bir vaqt talab qilinadi. Va mana shu jarayonni noldan o'sha tizimga kirguningizgacha bo'ladigan prosesni, ya'ni noldan aytadigan bo'lsak, bir 50% gacha yoki to'laqonli 100% gacha oladigan bo'lsak, mana shuni oson, soddalashtirilgan yo'lda bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu haqida siz bilan gaplashamiz. Va oxirida ishonamanki, sizni qiziqtiradigan yaxshigina bir real hacking amalga oshiramiz. Xo'p, okey, unda prezentatsiyadan boshlaymiz. Ya'ni prezentatsiya bizga bugungi roadmap, ya'ni agendani tushuntirib beramiz prezentatsiyamiz. Okey, demak bugun sizlar bilan nimalar haqida gaplashamiz? Demak, how systems get compromised, ya'ni tizimlar qanday qilib buziladi? Shu haqida gaplashamiz. Ya'ni nimalar sabab bo'ladi? Masalan, tasavvur qiling, sizni aytaylik, kompaniya rahbarisiz yoki qanaqadir tizimingiz bor, veb-saytingiz bor va mana shu veb-saytingizni buzilishiga yoki kimdir tomonidan, ya'ni qanaqadir hacker tomonidan yoki qanaqadir script kiddilar tomonidan osongina hack qilinishiga nima sabab bo'ladi? Shular haqida siz bilan gaplashamiz. Va undan keyin OWASP Top 10, ya'ni agar menimcha ko'pchilik xabar bo'lsa kerak, ya'ni OWASP Top 10 ma'lum bir yillar oralig'ida, masalan 3 yoki 4 yoki 5 yil mobaynida tizimlar buzib kirish jarayoni amalga oshirilishi bo'yicha qaysi zaiflik topda turadi? Mana shu bo'yicha birgalikda ko'rib chiqamiz. Va undan keyin bizga pentesting jarayonida yordam beradigan, ishimizni osonlashtiradigan toollar haqida gaplashib o'tamiz siz bilan. Xo'p, undan keyin pentesting ishini, ya'ni pentesting jarayonini yaxshilab beradigan, osonlashtirib beradigan eng yaxshi, juda ham foydali bo'lgan bitta toollardan biri Metasploit framework haqida siz bilan muhokama qilamiz va amaliyotda sinab ko'ramiz. Va undan keyin aynan shu Metasploit orqali system exploit, ya'ni tizimni exploit qilishga, ya'ni buzishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni siz bilan to'laqonli Metasploitni noldan boshlab qanaqa tarzda ishlatamiz, qaysi qismlarga e'tibor qilishimiz kerak, shularni siz bilan bafurcha, to'liqligicha gaplashib sizga tushuntirib beraman. Va undan keyin o'sha o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida tizimni buzib kirishga harakat qilamiz. Plus undan keyin hammaga qiziq bo'ladigan bo'lsa kerak, Android uchun bitta APK malware yaratib ko'ramiz. Menimcha hammaga qiziq bo'ladi. Okay. Va undan keyin qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishinglar, ya'ni fikr almashishimiz mumkin. Xo'p, demak boshladik. Ya'ni tizimlar qanday buziladi? Xo'p, menimcha hammada fikr bo'lsa kerak, ya'ni kundalik hayotimizda eshitib yuribmiz, ya'ni masalan aytaylik, yangiliklardan, internetdan aytaylik, qanaqa tarzda buzilishlar guvoh bo'lasiz? Ya'ni tizimlar qay tartibda buzilib kirilyapti? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, ishchilar xatosi. Ya'ni odamlarni qanaqa degan interaksiyasi deylik, people interaction. Xo'p. Yana qanaqa zaifliklar bo'lishi mumkin? Xo'p, zero day bo'lishi mumkin, phishing bo'lishi mumkin, social engineering bo'lishi mumkin. Ya'ni kundalik hayotimizda, ya'ni biz biladigan va bilmaydigan juda, ya'ni har xil turdagi zaifliklar bor. Masalan, bittasini biladigan bo'lsak, 10-15 tasini bilmasligimiz mumkin, shunaqami? Ya'ni bularni hammasini bittada jamlaydigan bo'lsak, bizda tizimlar misconfiguration, ya'ni sozlamalardagi, ya'ni sozlamalar noto'g'ri tarzda sozlanganligi sababli bo'lishi mumkin. Masalan, aytadigan bo'lsak, istalgan tizimga kirish uchun sizdan username, ya'ni o'sha foydalanuvchi ismi va parol so'raladi, shunaqami? Ya'ni oddiygina bir Instagram akkauntga kiradigan bo'lsangiz ham yoki Telegramingizga kiradigan bo'lsangiz ham telefon raqam va undan keyin sizga jo'natiladigan password so'raladi. Ya'ni normal holatda tizimda shunaqa.
Xo'p, bu yerda yana misconfigurationda nimalarni misol qilsak bo'ladi? Oddiy, sodda parollardan foydalanish yokida xavfsizlik vositalarini noto'g'ri tarzda qo'yish orqali amalga oshirilishi mumkin. Xo'p, weak code bo'ladigan bo'lsa-chi? Aytaylik, oddiy bir veb-sayt misolida oladigan bo'lsak, veb-saytning xavfsizlik tizimi noto'g'ri qurilgan bo'lishi mumkin yoki o'sha developer, ya'ni dasturchilar noto'g'ri tarzda konfiguratsiya qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu source kodda qanaqadir xatoliklar bo'lishi mumkin demoqchiman. Tushunmadim. Asosiy anaqasi o'sha kodni aniq qilish kerak, o'zgartirib olish. Aha, shunaqa. Ya'ni o'sha source kodda aytaylik backendda bo'lishi mumkin, frontendda bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q. Ya'ni umuman oladigan bo'lsak, o'sha source kodda, ya'ni dasturchi, developer tomonidan qilingan qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin. Va undan keyin siz aytganingizdek human error, ya'ni odamlar tomonidan amalga oshiriladigan xatolik. Va bir gap bor, ya'ni texnologiyaga qaraganda, ya'ni qanaqadir texnika yoki texnologiyalarga qaraganda odamlar social engineeringga yoki umumiy oladigan bo'lsa, odamlar texnikaga qaraganda anchagina zaif. Menimcha buni hammamiz bilsak kerak. Ya'ni texnikani masofadan turib buzib kira olmaydigan bo'lsangiz, ya'ni qanaqadir ko'rinishda bir fiziki kirishga harakat qilasiz. Undan o'xshamasligi mumkin. Lekin masalan odamlarni aytaylik, kompaniya misolida oladigan bo'lsak, o'sha oddiy ishchilarni o'zi qiziqadigan qanaqadir bir soha yoki qanaqadir bir mahsulot bo'lishi mumkin, bilmadim. Nimadir bo'lishi mumkin. Aynan o'sha narsa bilan o'sha odamni aldashimiz, ya'ni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. To'g'rimi? Masalan aytaylik, siz uchun nima qiziq bo'lishi mumkin? Masalan, kimgadir mashina qiziq. Ya'ni kimgadir aytaylik, xo'p, ko'proq pul olib keladigan qanaqadir sohalar qiziq bo'lishi mumkin. Aytaylik, xo'p, 100 ming tiking va uni aytaylik 5-10 daqiqa ichida aytaylik 2x yoki 3x qilib oling deydigan bo'lsa, menimcha ya'ni aytaylik 100 ta odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 ta odamdan hech bo'lmaganda bir 5 tasi 10 tasi o'sha trickga aldanadi, shunaqami? Va aynan mana shu oqibatida tizim buzilishi vujudga keladi. Ya'ni tizim osongina hack kiriladi. Xo'p, demak, OWASP Top 10. OWASP Top 10 haqida eshitganlar bormi? Xo'p, yanachi. OWASP Top 10. Abdurazzoq. Okay, demak, OWASP Top 10. Aha. Xo'p, to'liq nomi Open Web Application Security Project deyiladi va bu har 4 yoki har 5 yil ichida tizimlar, veb-saytlar eng ko'p qaysi vositalar orqali buzib kirilishiga qarab top 10 ta o'zini listini e'lon qiladi. Va eng oxirgi yangilangan versiyasi 2025-yilda chiqdi va siz bilan hozir o'sha 2025-yildagi OWASP Top 10 haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, OWASP Top 10 eng birinchilikda va bir necha yangilanishlar aytilgan, har 4 yoki 5 yil ichida yangilanadi va bir necha marotabadan beri, ya'ni bir necha marotaba shu yangilanishga qaramasdan Broken Access Control top 10 talikda. Ya'ni Broken Access Control deganda savol tug'ilishi mumkin, ya'ni nima degan savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, Broken Access Control foydalanuvchilarga beriladigan accesslari noto'g'ri tarzda berilishi. Masalan aytaylik, siz oddiy usersiz. Xo'p, bitta tizimda oddiy usersiz va tasodifan tizimdagi qanaqadir xatolik sababli siz birdaniga, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aytaylik, shunchaki taxmin qilish orqali yoki bir omadingiz kelib qoldi, admin accountga o'tib oldingiz. Ya'ni qasddan qilmadingiz yoki o'ylab qilmadingiz, shunchaki tizimdagi qanaqadir xatolik sabab adminga o'tib oldingiz. Oddiy foydalanuvchining adminga o'tishi qay darajada xavfli yoki xavfsiz? Admin accountga o'tib olishi, ya'ni tizimni istalgancha ya'ni nimani xohlasa o'sha narsani qila oladi, shunaqa? Admin accountga o'tgandan keyin. Va aynan mana shu narsa Broken Access Control, ya'ni foydalanuvchilarga beriladigan ruxsatlarni noto'g'ri tarzda ishlatilinishi oqibatida yuzaga keladi. Xo'p, security misconfiguration. Xo'p, xavfsizlik noto'g'ri tarzda konfiguratsiya qilinishi, ya'ni xavfsizlik vositalari. Masalan, xavfsizlik vositalariga nimalarni misol qilamiz? IDS, IPS, firewall bo'lishi mumkin, passwordlar bo'lishi mumkin va hokazo. Ya'ni tizimimiz xavfsizligini ta'minlaydigan har qanaqa vosita bizda security hisoblanadi. Va aynan mana shu security, ya'ni xavfsizlik vositalarini noto'g'ri tarzda siz sozlashingiz aynan mana shu security misconfiguration, ya'ni tizimingizda o'zingiz bilmagan holatda hack qilinishiga, buzib kirilishiga olib keladi. Xo'p, keyingisi software supply chain failure.
Xo'p, demak, software supply chain bu nima degani? Bilamizki, masalan, Androidga ham, iOSga ham yoki oddiy o'zimiz ishlatadigan applicationlarga ham update keladi. Update nima uchun keladi? Topilgan zaiflarni yangilangandan keyin. Aha, ya'ni qanaqadir zaiflik, ya'ni bug topiladigan bo'lsa, o'sha bug fix qilinadi va sizga release qilib boshqa bitta versiya jo'natiladi. Va o'shani siz update qilib olganingizdan keyin o'sha bug yo'qoladi, ya'ni tizimingiz ya'ni normal xavfsiz holatga qaytadi. Aynan mana shu narsa, ya'ni aytaylik, masalan, oddiy Telegramni oladigan bo'lsak, ko'pchilik Telegramni boshqa xil vzlonli versiyalaridan foydalanishadi. AK plus va hokazo bilmadim. Nima uchun masalan Telegramdan, ya'ni ofitsial Telegramdan foydalanmaysiz? Chunki narigi Telegramlarda odamni o'ziga jalb qiladigan qanaqadir qo'shimcha funksiyalar bor, shunaqa? Ya'ni qaysindadir mana ghost mode yoqib qo'yadi. Ya'ni qanaqadir sizga jo'natilgan xabarni ko'rsangiz ham nima bo'lmaydi, ya'ni o'qilmagandek ko'rinadi. Ya'ni aytaylik, masalan, yopiq Telegramlardan istalgan video yoki APK fayl yoki qanaqadir fayllarni bemalol olsangiz bo'ladi, ya'ni restrict qilingan bo'lsa ham. Bilmadim, yana qanaqadir qo'shimcha funksiyalari bor. Aynan mana shu sababli odamlarni o'ziga jalb qiladi. Va u aytaylik qaysidir vzlon versiyalari masalan updatedan qolib ketgan bo'lishi mumkin. Va aynan mana shu sizda tizimingizni hack bo'lishiga olib keladi. Ya'ni aytaylik telefon misolida oladigan bo'lsak, o'sha Android telefoningizni hack bo'lishiga olib keladi. Xo'p, ma'lumot o'rnida iOSda yana unaqa Telegram yo'q. Faqatgina sizning Telegram ishlata olasiz. Ya'ni iOS ishlatadigan bo'lsangiz nisbatan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Xo'p, cryptographic failures. Xo'p, cryptographic failures nima degani? Ya'ni kriptografiya. Qisqacha aytadigan bo'lsak, bir so'z bilan aytganda, ma'lumotlar, ya'ni A nuqta va B nuqta o'rtasida, ya'ni siz va o'rtangizda almashayotgan ma'lumotlar shifrlangan holatda o'tish yoki o'tmasligi. Agar ma'lumotlaringiz shifrlangan holatda o'tadigan bo'lsa, bu okey. Ya'ni normal holat va sizning xavfsizligingiz, ya'ni ma'lumotlaringizning xavfsizligi 100% ta'minlangan. Odatda bu HTTPS yoki SSL va TLS sertifikatlari bilan ishlaydigan veb-saytlarda amalga oshiriladi. Ya'ni ma'lumotingiz xavfsiz. HTTP bo'ladigan bo'lsa, ya'ni HTTP ustiga qurilgan o'sha veb-sayt bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotingiz to'liqligicha, ya'ni siz salom deb yozadigan bo'lsangiz, salom ko'rinishda ma'lumotingiz boradi. Nimadir, xullas, yozgan ma'lumotingiz o'zi boradi-da. Xo'p, aynan mana shu narsa ma'lumotlaringiz o'g'irlanishiga, hattoki masalan siz aytaylik HTTP ustiga qurilgan veb-sayt bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ma'lumotlar shifrlanmagan holatda o'tadi. Shunda qaysidir akkauntingizga kirish amalga oshiradigan bo'lsa, shunda siz tomoningizdan jo'natilgan usernamingiz va passwordingiz mitim-etak bo'ladi. Ya'ni o'sha attacker o'rtada turib ushlab oladi, sniffing qilib. Va shunda sizga tegishli akkaunt, ya'ni credentiallaringiz attacker tomoniga o'tadi. Ya'ni attacker bemalol oladi. Va bu ham qaysidir ma'noda akkauntingizni o'g'irlanishiga olib keladi. Xo'p, keyingisi injection. Va aynan mana shu injection ham xuddi broken access controlda 2-3 marta, ya'ni bir necha marotaba o'sha top OS topdan yangilanishiga qaramasdan top 10 talikda bo'lib kelyapti. Ya'ni injection nima? Shunchaki zaharlash yoki zararlash desak bo'ladi. Masalan, command injection bo'lishi mumkin. Ya'ni tizimdagi qanaqadir, ya'ni o'sha search button orqali aytaylik foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlar, ya'ni input filtrlanmaydigan bo'lsa, foydalanuvchi istalgan ma'lumotni kirita oladi. Va aynan mana shu natijasida command injection amalga oshirishi mumkin. Ya'ni bu ham masalan siz akkauntingizga kirish amalga oshiradigan bo'lsa, shunda siz tomoningizdan jo'natilgan usernamingiz va passwordingiz mitim-etak bo'ladi. Ya'ni o'sha attacker o'rtada turib ushlab oladi, sniffing qilib. Va shunda sizga tegishli akkaunt, ya'ni credentiallaringiz attacker tomoniga o'tadi. Ya'ni attacker bemalol oladi. Va bu ham qaysidir ma'noda akkauntingizni o'g'irlanishiga olib keladi. Xo'p, keyingisi injection. Va aynan mana shu injection ham xuddi broken access controlda 2-3 marta, ya'ni bir necha marotaba o'sha top OS topdan yangilanishiga qaramasdan top 10 talikda bo'lib kelyapti. Ya'ni injection nima? Shunchaki zaharlash yoki zararlash desak bo'ladi. Masalan, command injection bo'lishi mumkin. Ya'ni tizimdagi qanaqadir, ya'ni o'sha search button orqali aytaylik foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlar, ya'ni input filtrlanmaydigan bo'lsa, foydalanuvchi istalgan ma'lumotni kirita oladi. Va aynan mana shu natijasida command injection amalga oshirishi mumkin. Ya'ni bu ham masalan siz bemalol, ya'ni bu attack turlari ko'p.
bemalol istalgan bittasi, ya'ni o'sha tizimdagi zaiflikdan qanaqadir zaiflik bo'ladigan bo'lsa, o'shandan foydalanib bemalol tizimga kirib privilege escalation qilib o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, insecure dizaynchi, ya'ni veb-saytni dizayni noto'g'ri tarzda o'sha aytaylik tayyorlanganligi natijasida yuzaga keladi. Xo'p, authentication failure. Ya'ni authentication bitta so'z bilan aytganda foydalanuvchini kim ekanligini tasdiqlash. Ya'ni autentifikatsiya, masalan, oddiygina Instagramga kiradigan bo'lsangiz, Instagramga kirganingizda aytaylik, sizni akkauntingizni paroli masalan admin va password admin 123 bo'ladigan bo'lsa deylik. O'shanda admin 1 va passwordni admin 123 qo'yadigan bo'lsangiz, kiradimi? Yoki masalan aytaylik, xo'p, Instagramga elektron pochta orqali kirsa bo'ladi, shunaqa. Elektron pochtangizni kiritasiz yoki shu usernamingizni qo'yasiz va usernamingizni kiritganingizdan keyin password so'raydi. Va shunda aslida bo'lgan, ya'ni admin 123 bo'ladigan passwordingizni admin 12 deb kiritasiz. Kiradimi o'shanga? Ya'ni akkauntingizga kiradimi? Yo'q. Ya'ni noto'g'ri tarzda, ya'ni authentication. Va aynan mana shu holatda authentication failure, ya'ni noto'g'ri tarzda o'sha foydalanuvchilarni tekshirish natijasida siz boshqa bir foydalanuvchi akkauntiga kirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, tizimni manipulyatsiya qilasiz. Ya'ni veb-sayt va server o'rtasidagi almashinuv noto'g'ri tarzda, ya'ni ma'lumotlar almashinishi natijasida siz bemalol tizimga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, software or data integrity. Xo'p, ma'lumotlar tarkibi o'zgartirilishi natijasida yoki softwerdagi qanaqadir kamchiliklar yoki qanaqadir zaifliklar natijasida bemalol tizimga kirishingiz. Ya'ni bu ham qanaqadir, ya'ni zaiflik turi hisoblanadi. Xo'p, security logging and alerting failures. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Masalan, siz tizimga kirganingizda log degan narsa bor. Log nima ekanligini bilsa kerak hammamiz. Ya'ni tizimga kirganingizdan keyin qanaqa ish qilishingizdan qat'iy nazar hammasi logda yoziladi. Ya'ni web ilovalaridan qanaqadir ma'lumot olasizmi, tizimda yoki istalgan bir ish qiladigan bo'lsangiz ham hammasi loglarda yoziladi. Va aynan mana shu joyda tizimga kirgandan keyin xoh oddiy foydalanuvchi bo'lsin, xoh attacker bo'lsin, tizimga kirilgandan keyin hech qanaqa alert, ya'ni qanaqadir suspicious, shubhali xatti-harakatlar bo'ladigan bo'lsa, administratorga hech qanaqa alert, ya'ni ogohlantirish berilmasligi yokida o'sha suspicious, shubhali loginlar qilinganda administratorga alert, ya'ni ogohlantirish deylik, ogohlantirish berilmasligi yoki hech qanaqa loglarda yozilmasligi bu ham bitta zaiflik hisoblanadi va bu ham OWASP top 10dagi, ya'ni OWASP top 10da o'sha eng yuqori, ya'ni top bo'yicha tizimga buzib kirish amalga oshirilishi bo'yicha bu list yaratilgan. Ya'ni shundan bilib olsak bo'ladiki, 2021 va 2025-yillar oralig'ida mana shu attack, ya'ni mana shu zaifliklardan keng tarzda foydalanish amalga oshirilgan. Xo'p, ya'ni bundan oldingisi 2021-yilda yaratilgan. Ya'ni yaratilmagan, chiqarilgan, release qilingan. Xo'p, va oxirgisi top 10talikda mishandling of exceptional conditions. Ya'ni qanaqadir holatlar, masalan, aytadigan bo'lsak, ya'ni noto'g'ri mishandle, ya'ni noto'g'ri tarzda kontrol qilish yoki noto'g'ri tarzda boshqarish. Tizimdagi o'sha xavfsizlik vositalari bo'lishi mumkin yoki aytaylik security principlelar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa qismlarni noto'g'ri tarzda handle qilish, ya'ni noto'g'ri tarzda boshqarish, kontrol qilish natijasida tizimda zaifliklar yuzaga keladi. Tushunarlimi? Ya'ni bu bizda OWASP top 10 va aynan mana shu topdagi, ya'ni 10 ta zaiflik bo'yicha shu aytganimdek 21-25-yillar oralig'ida tizimga buzib kirishlar amalga oshirilgan. Bular haqida yana ko'proq ma'lumot olsangiz bo'ladi, o'zining veb-saytida har biri bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan. Agar qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, demak, pen testing jarayonida bizga soddalashtirib beradigan, osonlashtirib beradigan toollarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shu toollardan qaysi birini taniysiz? Xo'p, demak, xo'p, mana buni nomi nima? Xo'p, demak, Nmap vazifasi nima ekan? Port scanning, ya'ni odatda o'sha bitta target beradigan so'z, o'sha targetdagi ochiq servislarni ko'rsatadi, portlarni ko'rsatadi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, target scanning amalga oshirib beradi. Xo'p, demak, bunisi nima ekan? Wireshark o'rtada bo'layotgan paketlar almashinuvini ko'rib, tahlil qilasiz. Aha, ya'ni packet sniffing amalga oshirsak bo'ladi. Xo'p. Mana bunisi unda uchinchisi. Bursuit, xo'p.
o'rtada proxy vazifasini bajaradi. Proxy vazifasini bajarib beradi. Ya'ni jadalcha aytadigan bo'lsak, ikkita tomon o'rtasida almashinayotgan ma'lumotlarni siz o'rtada ushlab olib, o'zingiz xohlagan ko'rinishga o'zgartirib jo'natsangiz bo'ladi. Masalan aytaylik, men bitta o'rtog'im bilan ma'lumot almashyapman deylik. Xo'p, shunda men ma'lumot almashayotganda, ya'ni meni qurilmamda ma'lumot chiqib ketganda siz ushlab oldingiz o'shani. Va o'sha ma'lumotni o'zgartirib o'rtog'imga jo'nata olasiz. Ya'ni o'rtada paketni ushlab olib, bemalol edit, ya'ni o'zgartirib jo'natsangiz bo'ladi. Xo'p, bu odatda nima uchun ishlatiladi? Aytaylik, application va server o'rtasida siz ma'lumot oddiygina bitta veb-saytga kirganingizda, aytaylik google.com yoki istalgan bitta veb-sayt manzilini yozasiz va enter bosganingizda DNS serverdan ma'lumot olinib, serverga jo'natiladi, shunaqami? Header borib bo'ladi, keyin o'sha request qaytaradi. Aha, ya'ni serverga boradi va so'rovingizga javob tariqasi serverdan sizga respons qaytadi, ya'ni javob qaytadi. Shunda, masalan aytaylik, ko'pgina veb-saytlarda siz masalan fayl upload qiladigan page'lar bo'ladigan bo'lsa, ko'pgina veb-saytlarning o'sha fayl upload page'ida faqatgina cheklangan ko'rinishdagi fayllarni upload qilishingiz mumkin. Ya'ni ba'zilarida masalan JPEG formatdagi masalan rasmlarni yuklashingiz mumkin bo'ladi, ba'zilarida HTML yuklashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu o'sha xohu, ya'ni server saytda bo'lsin yoki o'sha user saytda bo'lsin, ya'ni bunda fayl validatsiya qilinadi, ya'ni tekshiriladi. Shunda siz o'sha vaziyatga moslab, masalan, paket, ya'ni upload qilganingizdan keyin bursuit orqali ushlab olib, uni kengaytmasini yoki ichidagi kontentini o'zgartirib serverga jo'natsangiz bo'ladi. Yoki serverga jo'natilgandan keyin kelayotgan responsni ushlab edit qilib foydalanuvchiga boshqa xil ko'rinishda chiqarib bersangiz bo'ladi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, bursuit orqali o'sha paket injecting qila olamiz. Ya'ni paketlarni o'zimiz xohlagan ko'rinishga yoki ichidagi kontentni o'zimiz xohlagan ko'rinishda o'zgartira olamiz. Xo'p, keyingisi nima ekan? Xo'p, SQL vazifasi SQL inyeksiyalarni topib beradi. Veb-saytdan asosan. Xo'p, odatda SQL databaselar bilan ishlash uchun, ya'ni SQL databaselar bilan ishlaganimizda bizga SQL map yordam beradi. Ya'ni databasedagi ma'lumotlarni chiqarishga yoki database ichida qanaqa ma'lumotlar bo'ladi desa, hammasini bizga o'sha olishga, ko'rishga yordam beradigan bitta tool hisoblanadi. Xo'p, keyingisichi joylaydi, passwordlarni crack qilishda yoki shifrlarni aniqlashda yordam beradi. Aha. Xo'p, demak, hash crackingda yoki brute force desak ham bo'ladi. Ya'ni hash brute forcingda yordam beradi. Xo'p, bunisichi? Netgetmi? Xo'p. Application Netgetmi yoki boshqa? Yo'q, Netget emas. Hashcat. Xo'p, Hashcat vazifasini bilamizmi? Xo'p, Hashcat vazifasi ham xuddi jonda. Ya'ni Hashcat orqali ham o'sha hashlarni brute force qilsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, keyingisi Hydra. Hydra bu ham brute force SSH, FTP default holatlarini sakirsa bo'ladi. SSH boshqa qanaqalarga brute force qilishda qulay ham bo'ladi. Xo'p, login page'lar bilan ishlaydi. Hydra qisqacha aytadigan bo'lsa, endi Hydra tool ham brute forcing amalga oshirishda ishlatamiz. SSH bo'lsin, FTP ni bo'lsin, HTTP bo'lsin, ya'ni o'sha tizimda qanaqa ochiq servis, ya'ni port ishlayotgan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor qaratib, bemalol Hydradan foydalanishimiz mumkin. ExploitDB anaqa bu sayt CV'larni exploitini saqlab turadi. O'sha yerda masalan CV 2025 ya'ni yonidagi kodini yozsangiz, o'sha CVni siz qo'lda borib o'tirmaysiz, o'sha pre-installation qilib bittada IP targetni kirgizishingizdan sizga bittada olib beradi o'sha anaqasi. Okay, qisqacha aytadigan bo'lsa ExploitDB yoki ya'ni veb-saytdan qidirganingizda ExploitDB deb nomlanadi. Ya'ni exploit database to'liq nomi. Xo'p, bunda o'zi nomlay turibdi, ya'ni exploit database, ya'ni exploitlar manba yoki data bazasi desak bo'ladi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, ExploitDB veb-saytdan vaziyatingizga moslab, ya'ni o'zingizga kerakli istalgan exploitlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni baribir, ya'ni qanaqadir diapazonda deylik. Xo'p, masalan aytaylik, bitta Linux yoki Ubuntu tizim. Xo'p, kernel versiyasi ya'ni qanaqadir ko'rinishda bo'lishi mumkin. Aynan o'sha kernel versiyasi uchun sizga exploit kerak. Ya'ni o'sha rootga o'tib olish uchun eng yuqori o'sha privilegedagi userga o'tib olish uchun exploit kerak. Va aynan mana shu ExploitDB veb-saytiga kirib, o'ziga kerakli, masalan, o'sha kernel versiyasini yozib qidiradigan bo'lsangiz, sizga chiqarib beradi. Xo'p, va oxirgisi Metasploit haqida ma'lumotga egalar bormi? Xo'p.
Payloadlar, exploitlar, yana boshqa kerakli narsani o'zidan oqladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsa, hakkerni bir kalta desa ham bo'ladi. Hozirgacha deyarli optimal. Ko'p qurilmalarni pentest qilish, exploit qilish, tekshirish hammasini o'z ichiga oladi desa ham bo'ladi. Okay, demak mana shu yerda berilgan, ya'ni 100% desak xato bo'ladi-yu. 50-60 balki undan ham ko'proqdir. Toollar bajarib beradigan vazifani bittagina Metasploitni o'zi bilan amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, nmap nima qiladi dedik? Port scanning, ya'ni o'sha targetni scan qilib beradi, shunaqami? Va mana shu target scanningni nmapni foydalangandan ko'ra, mana shu Metasploitni ichida birdaniga foydalanib ketish qulayroq hisoblanadi. Va nima uchun ekanligini hozir sizga tushuntirib beraman. Xo'p, demak, qisqacha aytadigan bo'lsak, Metasploit framework bu bizda bir nechta toollarni, exploitlarni, undan tashqari ya'ni bir nechta toollarni bitta joyda jamlangan bitta framework hisoblanadi. Ya'ni siz qo'lda qilishingiz kerak bo'lgan juda katta miqdordagi ishlarni avtomatlashtirilgan bitta framework ichiga joylashtirilgan. Ya'ni bitta Metasploitda foydalangan holatda ko'pgina ishlarni amalga oshira olasiz. Ya'ni bu avtomatlashtirilgan va shu sababli ham OffSec'ni, ya'ni OCP examni bilamiz, ya'ni OffSec examlari. Va aynan mana shu OffSec examlarida ham Metasploitdan foydalanishga restriction qo'yilgan. Taqiqlangan. Ya'ni unaqa 100% taqiqlanmagan bitta mashinani Metasploitdan foydalangan holatda ishlasangiz bo'ladi. Nima uchun taqiq qo'yilgan? Metasploit sizga to'lig'icha avtomatlashtirilgan tarzda ishlab beradi. Ya'ni siz shunchaki IP ni yozasiz, masalan port yozasiz, kerakli ishni o'zi qilib beradi. Lekin siz o'sha narsani manually qiladigan bo'lsangiz, sizdan birmuncha vaqt talab qilinadi. Xo'p, undan keyin masalan tajriba talab qilinadi, bilim talab qilinadi. Metasploit bo'ladigan bo'lsa, sizdan o'zingizga shunchaki kerakli ma'lumotni berasiz, ya'ni mana bu narsani buzdingiz bo'ldi. Metasploit o'zi kerakli ma'lumot topib buzib beradi. Va uni hozir bilan amalda ko'ramiz. Okay, xo'p, demak shu qismgacha hammaga tushunarli bo'ldi. Yaxshi. Endi Metasploit frameworkga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni Metasploit o'zi nima ekanligi haqida siz bilan gaplashdik. Va undan keyin asosiy, ya'ni Metasploitning asosiy komponentlari haqida siz bilan tanishib chiqamiz. Demak, MSF console, ya'ni agar Metasploitdan foydalanib ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, ya'ni Metasploit framework bo'lganmi, uni Metasploit nomi bilan emas, MSF console orqali ishga tushiramiz. Xo'p, demak, undan keyin MSF Venom. Bu ham Metasploit bilan birga keladigan paket hisoblanadi va MSF Venom ham Metasploit ichida o'sha tarkibiy qism desak bo'ladi. Bundan ham hozir siz bilan, ya'ni MSF Venom orqali istalgan payloadni topishingiz mumkin, u orqali masalan qanaqadir zararli dasturlar yaratishingiz mumkin va hokazo. Ya'ni capability, ya'ni qulayliklari nisbatan ko'proq bunda ham. Xo'p, undan tashqari bir nechta modullari ham bor Metasploitning. Ya'ni buni o'sha Metasploitning ichida, ya'ni ishlatayotgan vaqtingizda o'zingizga, ya'ni vazifangizga yoki vaziyatingizga qarab istalgan bitta modulni tanlab ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, undan tashqari Metasploitning ichida, ya'ni Metasploitni ishlatayotganingizda bizga kerak bo'ladigan asosiy kerakli komandalar. Xo'p, search, ya'ni nimadir, ya'ni o'ziga kerakli, masalan, qanaqadir exploit bo'ladimi yoki aytaylik qanaqadir payload bo'ladimi, qidirmoqchi bo'lganingizda ishlatasiz. Use bo'ladigan bo'lsa o'shandan foydalanish uchun. Xo'p, show options bo'ladigan bo'lsa kerakli optionlarni ko'rsatish, ya'ni buni hozir siz bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Set bo'ladigan bo'lsa, masalan, IP ni set qilish, ya'ni o'rnatish yoki portni o'rnatish, ya'ni masalan o'sha targetni IP-si, porti bo'lishi mumkin va hokazo, shu narsani o'rnatish uchun. Exploit bo'ladigan bo'lsa, hamma kerakli o'sha tarkibiy qismlar o'rnatganingizdan keyin, masalan, IP ni qo'ydingiz, portni qo'ydingiz, qaysi aytaylik exploit yoki payloaddan foydalanishni bildirdingiz va undan keyin run qiladigan bo'lsangiz yoki exploit qiladigan bo'lsangiz, o'sha attackni amalga oshir degan ma'noda, ya'ni skriptni ishlat degan ma'noda ishlatamiz. Va sessions bo'ladigan bo'lsa, qaysidir o'sha aytaylik scan qilayotgan yoki ish bajarayotgan o'sha targetingizda zaiflik topiladigan bo'lsa, sessions qiladigan bo'lsangiz, ya'ni SSH ni oladigan bo'lsak, SSH orqali kirilish mumkin bo'lgan, ya'ni userga tegishli parol topilganda, o'sha sessions orqali o'sha sessiyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Va to'g'ridan-to'g'ri Metasploit o'sha tarmoqqa yoki targetga ham sizni birdaniga ulab beradi. Va hozir siz bilan uni birgalikda ko'ramiz. Xo'p, demak, endi bizga Kalini ochib olaylik. MSF console deyishga opsioni bilan bizda Metasploit ochiladi va men undan keyin bir IP'miz boshqatdan tekshira olaman va IP'miz ham o'zgardi 10.15.0246 va mana shu IP'da menda target ishlab turibdi va keling shu targetni Metasploit orqali
buzib kirishga harakat qilamiz va undan keyin masalan o'sha tizimda ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Hop, demak, aytib o'tdik, db-nmap, ya'ni db-nmap komandasi orqali biz normal holatda nmap komandasi bilan qanaqa tarzda ishlay olsak, Metasploit ichida ham xuddi shu tartibda istalgan target haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, -a. Manimcha -a optionining o'zi yetarli. 15.0.246. Okey. 15.0.246. Okey. Metasploit bizga targetni scanning qilib bo'lishini kutishimiz kerak. Qani buni necha foiz bo'libdi? Okey, demak, tugallandi 98%. Okey. Demak, internet va okey, bizga ma'lumotlarni chiqarib berdi. Xo'p, bu qismni e'tibor qiling. Masalan, bu yerda 31337 qanaqadir port ishlayotgan ekan. Va bu yerda yana FTP ochiq ekan va bundan tashqari bu yerda yana qanaqa portlar ochiq? Xo'sh, demak, bizda shu portlarimiz ochiq ekan xolos. Xo'p, keling, ko'proq ma'lumot olish uchun yana boshqatdan buni nmap ko'ramiz. Okey, demak, hamma portlarni scanning amalga oshirsin va tezroq bizga ma'lumotlar chiqarib bersin. Bu yerda xato qildik. Hop, necha foiz bo'ldi? 65. Okey. Xo'p, demak, bizda bu scanning amalga oshirib bo'ldi va ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir qancha ma'lumotlarni chiqarib beryapti va e'tibor qiling, endi SSH porti ham ochiq ekanligini chiqardi. Va endi bizda tasavvur qiling, masalan, 2-3 ta targetni biz scanning amalga oshirdik, ya'ni 2-3 ta targetda ishlayapmiz va endi nima qilamiz? Masalan, o'sha har aytaylik, masalan, 2-3 ta targetda amalga oshirgan bo'lsak, o'sha 2-3 ta targetga aloqador ma'lumotlarni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsam, bizda hosts degan komanda bor va nmap amalga oshirilgan yoki umuman qanaqadir action amalga oshirilgan, ma'lumotlar yig'ilgan targetlar haqida menga detalli ma'lumotlar chiqarib beradi. Xo'p, demak, bu qismda sal boshqacharoq shriftda chiqaryapti. Okey. Demak, e'tibor qiling, eng oxirgi qismiga bizga berilgan IP'miz 15.0.246 bo'ladigan bo'lsa, Linux 4-nechinchidir versiyada va bu server ekan. Okey. Va undan keyin services deydigan bo'lsa, ya'ni services komandasini ishlatadigan bo'lsak, har bitta targetda qanaqa servislar ishlab turganigacha bizda o'sha ma'lumotlarni saqlab beradi. Masalan, bizga berilgan IP'miz 15.246 IP'mizda SSH, ya'ni Elite nomli qanaqadir servis ishlayotgan ekan. Bu yerda masalan FTP, Telnet, SMTP va hokazo mana shu servislar bor ekan. Va undan tashqari credits option orqali ko'radigan bo'lsak, bizda qaysidir IP'lar, masalan, bu yerda bizda 15.1.115 IP'miz bor ekan, bundan oldingi. Ya'ni bu yerda topilgan ekan, ya'ni men o'sha aytganimdek, master klassdan oldin shu tayyorlanib, ana o'qiganimda, ya'ni Metasploit orqali o'zim machine yasaganimda buni sinab ko'rgandim va o'sha paytdagi credentiallar qolib ketgan. Ya'ni normal holatda bu yerda credits komandasi orqali yig'ilgan ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni password, username, qaysi servis, qaysi port orqali buzib kirilgan va hokazo shunga o'xshash ma'lumotlarni chiqarib beradi. Okey. Xo'p, demak, endi bizda SSH ishlab turgan ekan va keling endi mana shu SSH ni brute force qilishga harakat qilamiz. Va SSH ga aloqador servislar, ya'ni siz bilan modullar haqida gaplashdik va o'sha modullardan istalgan birortasini bir foydalanib ko'ramiz. Ya'ni SSH ga aloqador qismini topishga harakat qilamiz va bu uchun biz
search komandasidan foydalanib search SSH deydigan bo'lsak, menga SSH ga aloqador hamma ma'lumotlarni menga chiqarib beradi. Va endi keling shu yerda SSH va endi menga SSH ga login qilishim kerak. Xo'p, demak, qidirib ko'ramiz. Bu yerda SSH loginga aloqador ma'lumot topa olamizmi? Xo'p, keling unda mana bunday qilib ko'raylik. Search va undan keyin type, ya'ni turni bildiramiz va tur qismida men auxiliary moduldan foydalanib ko'raman. Auxiliary va undan keyin SSH ga aloqador ma'lumotlarni menga chiqarib bersin. Xo'p, demak, SSH loginga aloqador ma'lumot. Xo'sh. Va mana SSH login checker. Va bu qismda qaraydigan bo'lsak 16-ID'da va aytib o'tganimdek, xolasak mana shu to'liq qismni ko'chirib olsak bo'ladi. Xolasak mana bu ID dan foydalangan holatda ishlasak bo'ladi. Demak, aynan mana shu moduldagi, ya'ni aynan mana shu exploitdan foydalanish kerakligini bildirishim uchun use va undan keyin auxiliary scanner SSH login yoki mana bu qismda aynan mana shu exploitga tegishli ID ni berishimiz ham kifoya qiladi. Ya'ni use va ID'miz bizda 16 ga teng. Va belgilandi. Bundan keyin show options degan komandamiz bor. Show options komandasi biz ma'lum bir exploit tanlaganimizdan keyin berishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Bu yerda masalan required qismida e'tibor qiling, yes, no, ya'ni har xil ko'rinishdagi, masalan, ya'ni talab qilinadigan, qilinmaydigan ma'lumotlar bor. Va endi men kiritishim kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni ko'rishim kerak bo'ladigan bo'lsa, show missing degan komandamiz bor. Va bu aynan kerakli qismlarni menga chiqarib beradi. Ya'ni remote host kerak ekan. Xo'p, demak endi remote hostni belgilaymiz. Set r host, demak IP'miz 15.0.246. Xo'p, belgilandi. Va e'tibor qiling, remote portga e'tibor qiladigan bo'lsak, bizda 22-portda turibdi, lekin bizda xo'p, services komandasi orqali ko'radigan bo'lsak, bizda 246 va SSH porti menda 22 emas, 47613 da ishlayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni 15.0.246, SSH 47613 da. Va biz aynan mana shuni bildirishimiz kerak. Ya'ni qanday? Set komandasi va undan keyin rport, ya'ni remote port option orqali demak portni bildirdik. Okay? Va undan keyin yana ba'zi bir kerakli qismlari bor. Shu options orqali ko'ramiz. Masalan, menga endi ya'ni brute force qilamiz dedik. Xo'p, brute force'da username kerak va menga berilgan user set username, demak Vendi username dan foydalanamiz. Okay? Va password sifatida e'tibor qiling, biz mana bu yerda user pass filedan foydalanganda xatolik qildik. Nimaga? User pass file odatda bir qatorda ham username ham password bo'ladigan bo'lsagina bizda ishlaydi. Va bizda shu to'xtovsiz tarzda ketishiga sabab ham aynan mana shu. Xo'p, keling unda mana bu pass file degan qismdan foydalanib ko'raylik. Ya'ni file containing password one per line. Ya'ni bitta qatorda bitta password dan foydalangan holatda brute force amalga oshiradi. Demak, set pass file user share word list va roq.txt. Okay, hop, o'rnatildi. Va undan keyin mana bu qismni stop on success, ya'ni bu nima qiladi dedik? Ya'ni o'sha muvaffaqiyatli, ya'ni ishlaydigan haqiqiy shu password topilganda bizda jarayonni to'xtatib beradi. Hop, set stop on access, buni true ga o'zgartiramiz. Okay, hamma kerakli qismini belgilab oldik va undan keyin run, ya'ni exploit qilishni boshlaymiz. Hop, demak, endi bu qismda nisbatan sekinroq brute forcing amalga oshadi. Yoki keling yana bitta qism qo'shaylik. Hop, bu yerda set
threads degan option bor. Ya'ni bir vaqt o'zi nechta passwordni sinab ko'rish kerakligini bildiramiz. Masalan, 10 ta password sinab ko'rsin va endi run qilamiz va kutamiz. Xo'p, e'tibor qiling, bu yerda ya'ni tez chiqarib berdi. Xo'p, yana bitta qism qolib ketibdi. Ya'ni nima uchun hozir bu yerda ana qismini ko'ra olmadik, ya'ni bo'layotgan natijani ko'ra olmadik. Set verbose qiladigan bo'lsak va buni ham true ga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak va ana endi run qiladigan bo'lsak, bizda har bitta bo'layotgan, ya'ni har bitta ishlatib ko'rayotgan passwordni ko'rsatadi, lekin bizda hozir nimagadir unreachable deyapti. Hop, yana internetda muammo bo'lyaptimi? Biz boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Okay. IP oldi. Timeout. Yo'q, bizda mashinada yoki umumiy networkda muammo bo'lyapti. Xo'p, demak, mana bu qismda e'tibor qiling. Unreachable, ya'ni verbose qismini to'g'rilashimizdan oldin bizda amalga oshirildi brute force. Keling bir tekshirib ko'raylik, ya'ni rostdan ham oldimi yoki yo'qmi. Demak, credits option orqali credits komandasi orqali olingan ma'lumotlarni ko'ramiz. Yo'q, bizda 115 IP'si, ya'ni oldingi IP'ga tegishli ma'lumot. Demak, hali bizda muvaffaqiyatli amalga oshirilmadi. Unda yana boshqatdan try qilib ko'ramiz. Baribir bizda unreachable. Okay, demak, fix qildik. Bu mana internet muammosi sababli bo'lgan ekan. Xo'p, e'tibor qiling. Bu yerda demak Bendy userga brute force amalga oshiryapmiz va bizda rock.txt-dagi passwordlarni birma-kettalikda solishtirib chiqyapti. Va shu o'rinda endi qachonki to'g'ri password chiqqancha bizda tekshirib boraveradi. Xo'p, keling, mana bu set qismini, ya'ni threads qismini sal oshirib qo'yaylik. Threads bilan 20 qilib qo'ysak va undan keyin ishlatib ko'radigan bo'lsak, baribir sekin ishlar ekan. Okey, kutamiz. Okay, bizda adashmasam yana internet muammosi. Ya'ni target tomonda bizda yo'l yo'q. Boshqatdan run qilamiz yana. Hop, ishlashni boshladi. Endi kutishimiz kerak.
Va bizda afsuslar bo'lsinki, yana time out. Bu qismda lekin hisoblab bergan ekan. Xo'p, credit save ko'raylik. Katta ehtimol yo'q chiqarmadi. Set stress 2 qo'yaylik va boshqatdan endi yana run qilamiz. Har ehtimolga qarshi IP-ni boshqatdan o'zgartirib olamiz. Okey, va endi run. Va e'tibor qiling, bu qismda ancha kutishlardan keyin muvaffaqiyatli tarzda password topildi. Xo'p, endi password topildi. Masalan, siz qanaqadir ish bajardingiz, xullas, mana bu qism xullas yo'qolib qoldi, ya'ni esingizdan chiqib qoldi. Nima qilamiz? Credits degan komanda bor va mana shu credits komandasi orqali topilgan, ya'ni qaysi targetda qanaqa servis ishlayotgan edi va masalan qanaqa credentiallar topildi. O'sha qismlarni bemalol credits option orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Va undan tashqari sessions degan option bor, ya'ni komanda bor. O'sha e'tibor qiling, sessions komandasi yozganimizda
13.0149 ya'ni o'zimizning IP'miz va 15.0246.47.613 IP'siga SSH qilishi mumkin. Va bu bizda birinchi ID'da turibdi, ya'ni session tayyor ochilgan va biz shunchaki mana shu sessionga ulan degan buyruqni beradigan bo'lsak, tayyor o'zi avtomatik tarzda ulab beradi. Demak, sessions komandasi va undan keyin dash i optioni va o'sha mavjud bo'lgan session, ya'ni bir nechta bo'ladigan bo'lsa, o'sha har bitta sessionga biriktirilgan ID'larni berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bizda hozir bir bor, shu birni beradigan bo'lsak, o'zi avtomatik tarzda masofadagi o'sha targetga ulab beradi. Ya'ni normal holatda, ya'ni manually qo'lda o'zimiz SSH qilib username'ni, passwordni, IP'ni yozishimizga hojat yo'q. Xo'p, demak, endi menda tayyor shell ochildi va who am I deydigan bo'lsak, men Wendy useridaman. Va endi buni sal yaxshiroq qilib olamiz. Va endi ko'radigan bo'lsak, Wendy useridaman. Va bo'ldi, shu bilan target buzildi. Ya'ni faqatgina SSH emas, boshqa ya'ni qanaqadir servis ishlayotgan bo'lsa, o'sha ma'lum bitta ishlab turgan servisdan foydalangan holatda tizimga buzib kirsak bo'ladi. Va undan tashqari, yana bizda bir qancha foydali modullar bor. Masalan, biz ulanganimizdan keyin tizim haqida ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ma'lumot o'rnida hozirgi ochilgan sessionni backgroundga o'tkazib qo'yamiz. Background komandasi orqali. Okay, demak, background nimada bizda xato dedi? Qaysi qismi qolib ketdi? Okay, boshqatdan background deb yozamiz va bizdan so'rayapti, rostdan ham backgroundga o'tkazmoqchimisan? Ha. Va undan keyin bizda post metodidan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni show qiladigan bo'lsak, bizga modullarni chiqarib beradi va bu yerda biz post metodidan foydalangan holatda istalgan o'sha target haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bizda tugalladi. Ya'ni mana shu bizda eng fundamental, ya'ni normal holatda eng oson Metasploit orqali ma'lumotlar olish va tizimni buzib kirish qismi edi. Xo'p, endi qolgan qismini davom etamiz. Ya'ni siz bilan endi o'sha Metasploit, ya'ni MSF Venom qismidan foydalangan holatda malware yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, educational purpose, ya'ni ta'limiy maqsadlarda. Demak, o'sha APK malware yaratishga o'tamiz. Xo'p, endi bunda nima qilamiz? Ya'ni hozir siz bilan MSF consoledan foydalandik, shunaqami? Ya'ni o'sha Metasploit MSF console komandasidan foydalandik. Endi esa MSF Venom komandasidan foydalanamiz. Xo'p, demak, davom etamiz. Siz bilan MSF console, ya'ni Metasploit ma'lum bir qismlari bor dedik. Va shularning ichida bizda MSF Venom degan qismi ham bor. Ya'ni bu o'sha Metasploit yuklab olayotgan paytimizda Metasploitni o'zi bilan birga keladigan bir qismi hisoblanadi. MSF Venom va shu orqali biz istalgan payloadlarni yaratishimiz mumkin. -l option orqali list qilish ma'nosi payloadni belgilaymiz va undan keyin dash platform orqali, ya'ni ko'rib turganimizdek, o'zimizga kerakli OSni, ya'ni operatsion tizimni belgilab olamiz. Masalan, hozir bizga Android kerak. Androidni ko'radigan bo'lsak, faqatgina Android uchun istalgan turdagi bir qancha bizga payloadlarni chiqarib beradi, ko'rib turganimizdek. Xolos, Android emas, Windowsga, Linuxga masalan payload kerak deydigan bo'lsangiz, masalan Linux yozadigan bo'lsak, Linux uchun kerak bo'ladigan bir qancha payloadlarni menga chiqarib beradi. Ko'rganimizdek, anchagina payloadlar bor. Xolosangiz Windows uchun bor, xolosangiz boshqa bir necha turdagi operatsion tizimlar uchun bor. Xo'p, keling endi asosiy qismga qaytamiz. Android uchun kerak bo'ladigan payloadlarni ko'rib olamiz. Okay, demak, bizga keraklisi bu yerdan xo'p. Mana bu qism hisoblanadi. Nima uchun? Ya'ni e'tibor qiladigan bo'lsak, Android Meterpreter Reverse TCP va xuddi shu tartibda Android Meterpreter Reverse TCP bor va lekin farqi nimada? Mana bu oddiy bitta, mana bu chiziqchada bo'lyapti. Xo'p, demak, bu ikkalasining farqi nimada? Aslida MSF Venom orqali, ya'ni payload yaratganimizda va u payloadni o'sha qurilmaga o'rnatganimizdan keyin nima bo'ladi? Odatda o'sha qurilmalar ulanish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri birdaniga shell jo'natilishi mumkin. Ya'ni shu qurilmani terminalini olib kelib beradi. Xo'p, yokida bosqichma-bosqich o'sha narsa amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni mana bu qismda bizda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Xo'p, nima uchun bunaqa turdan foydalanyapmiz? Chunki bizda
ya'ni bosqichma-bosqich amalga oshiradigan bo'lsak, firewall bo'lishi mumkin yoki qanaqadir defenderlar bo'lishi mumkin. Bularni ma'lum bir darajada, ya'ni aniqlash ehtimoli foizi kamroq bo'ladi. Lekin to'g'ridan to'g'ri bizga shu qurilmani terminalini olib kelib beradigandan foydalanadigan bo'lsak, bunda firewall defender tomonidan aniqlanish ehtimoli nisbatan yuqori bo'ladi. Ya'ni yoppasiga to'g'ridan to'g'ri sizni o'sha malwareingizni, ya'ni APK faylingizni birdaniga aniqlab qo'yishi mumkin. O'shaning uchun biz mana shu qismdan foydalanamiz. Okey, demak, hop, payloadni tanlab oldik. Ya'ni mana shu payloaddan foydalangan holatda hozir siz bilan amalga oshiramiz. Hop, demak, MSF Venom komandasi va undan keyin DHP option orqali o'sha Meterpreter reverse TCP qismini berib olamiz. Va bu yerda to'liq komandamiz bor. Okey, sizga hammasini birma-ketirlik tushuntirib beraman. Demak, lhost, ya'ni localhost degan qismda biz o'zimizga tegishli IP ni biriktirishimiz kerak bo'ladi. Hop, keling, IP mizni bir boshqatdan tekshirib olaylik. Bizning 13.101 IP miz ekan. Okey. Demak, shuni bu yerga joylashtiramiz. Hop, va undan keyin port, ya'ni terminalni, ya'ni o'sha masofadan ya'ni targetga o'rnatilgandan keyin o'sha targetda olinayotgan terminalni bizni IP miz orqali qaysi portga yo'naltirish kerakligini bildiramiz. Masalan, men hozir bu yerda 4 ta 4 belgiladim va qaysi platforma uchun? Tabiiyki Android uchun yaratyapmiz. Android deb belgilaymiz va undan keyin arxitekturasi Dalvik deb belgilaymiz va undan keyin -x option bu bizda source ni bildiradi. Xo'p, demak, source sifatida bizga Android, ya'ni mana shu joydagi Android page ichidagi bizga nima kerak? Xo'p, hozir bir daqiqa shuni bo'lmasam boshqatdan ko'rib olaylik. Xo'p, Android papkasiga kiramiz. Okey. Va ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir qancha fayllar bor. Okey, keling, xo'p, keraksizlarni o'chirib tashlaydigan bo'lsak. Xo'p, ya'ni bizni hozir ma'lum bir darajada chalg'itib qo'yishi mumkin. Okey. Xo'p, demak, bizga e'tibor qiling. Ya'ni mana bu qismlari kerak emas. Menga aynan mana bu Simple FM APK kerak bo'ladi. Xo'p, nima uchun? Ya'ni payload yaratayotganimizda odatda ikki xil ko'rinish yaratishimiz mumkin. Yani to'g'ridan to'g'ri yaratasiz. yoki mavjud bo'lgan shu ma'lum bir normal holatda ishlaydigan applicationni ichini o'zgartirish orqali yaratishimiz ham mumkin. Xo'p, keling biz shu ikkinchi usuldan foydalanamiz. Ya'ni tayyor mavjud bo'lgan APK faylini olamiz va shuni ichini o'zgartirib, uni zararli APK ga aylantiramiz. Xo'p, demak, endi hozirgi ko'rgan komandamizni ishlatamiz. Demak, MSF Venom va to'laqonli yozib oldik va undan keyin biz IP mizni berishimiz kerak. Xo'p, IP miz 13.1.101 4 ta 4 port eshitsin. Undan keyin arxitektura Dalvikdan foydalansin va bu yerda APK fayli nomini o'zgartirishimiz kerak. Demak, ya'ni normal ishlaydigan haqiqiy APK faylini berishimiz kerak. Keyin buni joylashtirdik va undan keyin -o opsioni bilan output qanaqa ko'rinishda bo'lsa o'sha narsani belgilashimiz kerak. Shunchaki infected deb qo'yaylik. Ya'ni bu yerda belgilayotgan nomingiz, masalan, boshqa bir telefonga o'rnatganingizda xuddi shu nom bilan telefonda ko'rinadi. Va xuddi shu nom orqali siz yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, IP mizni berdik. Payloadni aniqladik. Undan keyin arxitektura, qaysi platforma, qaysi port va undan keyin qaysi faylni inject qilishimiz kerakligini bildirib o'tdik. Xo'p, hozir bu yerda jarayon davom etyapti. Ya'ni bu hozirgi holatda nima bo'ladi? Mana bu yerda biz ko'rgan Simple FM APK, ya'ni normal holatda ishlaydigan APK faylini olamiz va undan keyin buni ichini, ya'ni ichidagi butun bo'lishli source kodlari decompile qilinadi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, masalan, oddiygina zip fayl bo'ladigan bo'lsa, zip faylni ichini edit qila olmaysiz va zipdan qachonki ekstrakt, ya'ni zipdan chiqarganingizdan keyingina bemalol ichiga ma'lum bir ma'lumotlarni qo'yishingiz yoki olib tashlashingiz mumkin va undan keyin tayyor holatga kelgandan keyin boshqatdan zip qilasiz. Va bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Source kodlari decompile qilinadi va undan keyin kerakli qismlar qo'shilgandan keyin bizda boshqatdan compile bo'ladi. Xo'p, demak, ma'lumot to'g'risida aytib o'taman.
bu qismda ishlatayotgan faylingiz hajmi qay darajada kamroq bo'ladigan bo'lsa, sizda tayyor, ya'ni zararli shu APK fayl yaratish birmuncha muvaffaqiyatga erishishingiz birmuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni bu qismda agar ishlatayotgan faylingiz hajmi aytaylik 50 megabayt, 60 megabayt, 70 yoki va hokazo undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu nisbatan birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Nima uchun? Ya'ni har xil source kodlar bor, smali fayllari va hokazo nisbatan decompile qilib ichiga qo'shilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar birmuncha ko'proq bo'lishi mumkin. Va shu sababli nisbatan fayli sal kichikroq bo'lgan, ya'ni hajmi kichikroq bo'lgan fayllarni tanlaganingiz birmuncha yaxshiroq. Okay? Xo'p, ko'radigan bo'lsak, bizda infected APK tayyor bo'ldi va endi shuni keling men Telegram orqali o'zimga yuklab olaman. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Ya'ni hozirgi paytda bilamizki, masalan, Telegramda bepul premium yoki eng oxirgi tushirilgan rasm, to'y videolari va hokazo shunga o'xshash APK fayllar nisbatan ko'payib ketgan. Menimcha bu hamma duch kelgan, hamma duch keladigan kundalik hayotda masalan o'sha manipulyatsiya, ya'ni social engineering misolida olsak bo'ladi. Va buni sizga ya'ni qay tarzda qurilishi, ya'ni o'sha masalan kundalik hayotda duch keladigan malware'imiz qay tarzda qurilishi, ya'ni eng minimalist uslubda tushuntirib beryapman. Va bu faqatgina o'rganish, ya'ni ilmiy maqsadlarda foydalanasiz bo'ladi. Bu eslatib o'taman. Kimdir qurilmalarni noqonuniy tarzda hack qilish yoki kimdir ruxsatsiz masalan qurilmalar, ya'ni asset mol-mulkini, ya'ni mol-mulkiga ziyon yetkazish, bu bilamizki qonuniy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shu sababli faqatgina o'sha educational purpose, ya'ni ilmiy maqsadlarda, ta'limiy maqsadlarda o'zingizning qurilmalaringizni bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'p, demak, biz o'zimning qurilmamga ma'lumotni oldim, ya'ni hozirgi yaratilgan ma'lumotni oldim va endi uni normal holatda Telegramga yuklayman va uni Telegram orqali ochib olaman. Va yana bir qismni eslatib o'tishim kerak. Bu yerda hozir bizda Google Play Protect degan, ya'ni o'sha Androiddagi Defender qismi bor va o'sha Defender qism odatda malware'larni tekshiradi. Agar rostaqasdimga siz yuklab olayotgan faylingiz malware bo'ladigan bo'lsa, uni yuklashga yo'l qo'ymaydi, ya'ni uni o'chirib tashlaydi. Shu o'rinda siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ya'ni bu qismda siz social engineering ham qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunchaki to'g'ridan-to'g'ri qurilmaga APK faylni yuklab qo'yish orqali to'liq holatda siz ish bajara olmaysiz. Ya'ni social engineering skilllaringiz ham sizga ma'lum bir darajada bu yerda yordam beradi. Xo'p, demak, Telegram orqali faylni tashladim va undan keyin buni yuklab oladigan bo'lsam, xo'p, demak, application yuklab olindi va ko'rib turganingizda bu qismda application normal holatda ishlayapti va birinchi marotaba ishlatishni boshlashimdan oldin menga notification chiqaryapti. Nimagaki? Ya'ni mana shunaqa turdagi ruxsatlarga rozilik berasanmi, ya'ni ruxsat berasanmi degan ko'rinishda so'rayapti. Okey, men allow bosdim, ya'ni ha dedim va dastur ishlash boshladi. Dastur ishlayapti, lekin degan qism bor. Dastur ishlayotgan bo'lishiga qaramasdan menda mana bu qismda kelayotgan ma'lumotlarni hech narsa menda ushlab qolmayapti. Endi keling shuni ushlab qoladigan bitta payload yaratamiz. Xo'p, demak, payload ya'ni listener deylik. O'sha ishlayotgan payloaddan keladigan ma'lumotlarni ushlab olish va menga terminalga chiqarib berish uchun bitta listener ochamiz. Ya'ni tinglab turadi va agar qanaqadir connection keladigan bo'lsa, mana IP'imga o'sha connectionni, ya'ni aloqani menga olib beradi. Okay, demak, msf console komandasi orqali buni amalga oshiramiz. Va e'tibor qiling, bu yerda ham tayyor qanday komanda bor. Xo'p, bu komanda endi sizga nima qilishini tushuntirib beraman. Xo'p, keling unda bunday qilamiz. Ya'ni hammasini birma ketlikda Metasploit ichiga kirgandan keyin buni sizga tushuntirib beraman. Okay, demak, davom etamiz. MSF console orqali kirib olamiz. Ya'ni DHQ optioni bor edi, buni aytib o'tdik. Nima qiladi dedik?
Ya'ni qanaqadir masalan tasvirlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha tasvirlarsiz menga Metasploit frameworkini ishga tushirib beradi. Xo'p, demak, Metasploit framework ishga tushdi va undan keyin eng birinchi qiladigan ishimiz use exploit, undan keyin multi handler degan qismni ishga tushirish bo'ladi. Xo'p, bu nima qilib beradi? Bu aytib o'tgandek, ya'ni exploit staged va non staged, ya'ni to'g'ridan to'g'ri bizga connection olib kelib beradi yokida ma'lum bir bo'laklarga bo'lingan holatda nima qiladi degandek, action, ya'ni connectionni qabul qiladi, jo'natadi va qabul qilish ko'rinishda amalga oshiriladi. Va o'shanda aynan mana shu 3-4 bosqichli ma'lumotlar, ya'ni aloqa qabul qilish, ya'ni o'sha muloqot ko'prigini yaratish jarayonida mana shu multi handler menga yordam beradi. Buni ishga tushiramiz. Demak, multi handlerdan foydalanyapman. Va undan keyin birinchi o'rinda qiladigan ishimiz biz narigi tomonda application ichiga qaysi payloadni yuklagan bo'lsak, o'sha payloadni mana bu qismda ham berishimiz kerak. Ya'ni nima uchun? Mana shu payloaddan foydalangan holatda listen qilasan degan ma'noda. Xo'p, demak payloadimiz nima edi? Payloadimizni ko'rib olsak, hop, payloadimiz MSF Venom dash. Xo'p, demak -L va undan keyin Android uchun bo'ladigan bo'lsa, bizga payloadlarni chiqarib berar edi. Okay? Va shundan bizga keraklisi mana bu qism hisoblanardi. Okay, shuni oldik. Va payload sifatida berdik Android Meterpreter Reverse TCP. Xo'p, payload o'rnatildi va undan keyin qiladigan ishimiz biz lhost degan optionga qiymat berishimiz. Ya'ni lhost degani bu o'zimizning IP'miz. Demak, o'zimizning IP'miz ko'rib olamiz. 13.1.111. Xo'p. Demak, IP'miz berdik. Ya'ni mana shu IP ga keladi. Mana shuni listen qilasan degan ma'noda. Xo'p, IP ni berib oldik va undan keyin lport degan option bor. Agar esingizda bo'lsa, mana shu o'zimizning IP'mizni bergandik va 4 ta 4 port degan connection amalga oshirasan degan ko'rinishda ma'lumot bergan edik. Xo'p, endi demak lport, ya'ni local port, ya'ni o'zimizning IP'mizga kelayotgan ma'lumotni 4 ta 4-portiga keladigan bo'lsagina bizga connectionni ushlab beradi. Demak, okay, portni ham bildirdik, IP ni ham bildirdik va undan keyin yagona qiladigan ishimiz shunchaki amalga oshirish, ya'ni exploitni run qilish. Xohlasangiz run qilsangiz bo'ladi yoki exploit komandasini yozsangiz ham bizga mana shu listenerni ochib beradi. Endi ozroq kutamiz va e'tibor qiling, bu yerda TCP handler, ya'ni 13.1.101 IP va 4 ta 4 portida listener ochildi. Xo'p, endi men telefonimdan ko'rib turganinglardek bu qismda ishga tushiraman. Xo'p, 1 daqiqa. Okay, demak ishga tushirdim va endi kutamiz. Bizga telefonga ulab berishini, ya'ni telefondan ishlar kelishini kutamiz. Va e'tibor qiling, bizda session ochildi va Meterpreter ishladi va bizga telefonga aloqa amalga oshirildi. Va elastik ko'radigan bo'lsak, umuman boshqa xil ma'lumotni menga chiqarib beryapti. Ya'ni bu telefonning ichidagi ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni hozirgi mana shu directoryda nima borligini chiqaradi. Xo'p, demak bu yerda session diet deyapti. Xo'p, bu nima uchun chiqyapti? Bu odatda qachonki foydalanuvchi telefondagi o'sha siz yaratgan dasturdan chiqib ketadigan bo'lsa, mana shu narsa ishlaydi. Ya'ni qachonki foydalanuvchi doimiy tarzda o'sha siz jo'natgan applicationni ishlatadigan bo'lsagina sizga doimiy tarzda shell kelib turadi, ya'ni connection kelib turadi. Masalan, normal holatda oddiy bir skriptni ishlatish uchun siz nima qilishingiz kerak? O'sha komanda yoki o'sha skriptga trigger qilishingiz kerak. Ya'ni bash komandasi yoki python komandasi yoki nuqta slash bilan ishlatishingiz kerak. Ya'ni qachonki foydalanuvchi unga interaction amalga oshiradigan bo'lsagina o'sha skript ishlab beradi. Va bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni foydalanuvchi qachonki o'sha applicationni telefonida ishlatsagina, normal holatda ishlatib turadigan bo'lsagina bizda shell keladi. Okay, bizda shell yo'qoldi va boshqatdan run qilamiz. Va
listener ochildi. Va endi kutamiz shell kelishini. Va e'tibor qiling, shell ochildi va boshqatdan ko'radigan bo'lsak, yana o'sha holatda biz telefonga ulandik. Va endi help komandasi orqali biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan qismlarni ko'ra olamiz. Ya'ni ishlatishimiz mumkin bo'lgan komandalar, masalan, payloadlar bo'lishi mumkin va hokazo hammasini biz ko'ra olamiz. Okay, demak, endi birinchi o'rinda sizga ko'rsatishim kerak bo'lgan qism, e'tibor qiling, men Android papkasidaman. Hop, Android papkasida. Va bu yerda ko'radigan bo'lsak, menda masalan script, simple fm va infected fm. Okay, mana bu qismlarni o'chirib qo'yaylik vaqtinchalikka. Va endi ko'radigan bo'lsak, menda mana shu 3 donagina fayl bor. Okay, endi siz bilan telefonga ulanganimizdan keyin qila oladigan qismlarimiz, komandalarimizni ko'rib chiqamiz. Demak, send sms bu komanda agar o'sha target eng so'nggi rusumdagi, ya'ni Android versiyada bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozirgi paytdagi Android versiyalarda odatda telefonning o'zidagi built-in SMS dan boshqa applicationlarga SMS jo'natish, qabul qilish, SMSlar bilan ishlash uchun ruxsat berilmaydi. Agar eski telefon bo'ladigan bo'lsa, send SMS orqali istalgan raqamga istalgan ko'rinishda ma'lumotlarni jo'natishingiz mumkin. Xo'p, hide deb icon bo'ladigan bo'lsa, buni keling oxirida ko'rsatib beraman. Bu shunchaki applicationni telefondan hidden qilib qo'yadi, ya'ni ko'rinmaydigan qilib qo'yadi. Masalan, xo'p, SMS bilan ishlay olmaymiz dedik. Xo'p, dump SMS har ehtimolga qarshi dump SMS qilib ko'ramiz. Keling, ishlatib ko'raylik. Xo'p, operation failed, ya'ni bunga SMS ga ruxsat berilmaydi. Xo'p, keling, masalan, kontaktlarni ko'raylik yoki call loglarni ko'raylik. Masalan, e'tibor qiling, dump call log deganimda men masalan o'sha target, ya'ni telefonda oxirgi marta yoki umumiy o'sha telefon applicationda bo'ladigan bo'lsa, kimlar bilan gaplashganini, necha soat gaplashgan, necha daqiqa gaplashgan, qaysi raqam bilan gaplashgan va u qanaqa tarzda kontaktga save qilingan, ya'ni saqlangan, o'shalarni ko'ra olaman. Va bu bizda mana bu qismda, ya'ni Android papkasida call log dump deb shu ma'lumotlar keldi. Va endi buni ko'radigan bo'lsak, shunchaki bu qismni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ya'ni privacy sababli bir nechta raqamlarnigina qoldirdim va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Masalan, xo'p, soati qaysi, ya'ni sekundigacha qaysi raqam va undan tashqari bu yerda masalan necha daqiqa davomida gaplashilgan, shu ma'lumotlargacha menga ma'lumot olib bera oladi. Xo'p, demak, keyingisi masalan kontaktlarni ko'raylik. Dump contacts deydigan bo'lsak, bunda ham menga olib beradi. Okay, olib berdi. Va endi keling buni ham shu yerda boshqatdan list ko'radigan bo'lsak, endi contacts dump txt keldi. Xo'p, buni hammasini o'qib bera olmayman, ya'ni privacy sababli. Keling, masalan, boshidagi, ya'ni eng bosh qismidagi 20 qatorini o'qib ko'ramiz. Va e'tibor qiling, bu yerda, ya'ni telefonda, ya'ni Android telefonlarda normal holatda bo'ladigan, ya'ni default tarzda saqlanadigan, xo'p, beeline, usluga va hokazo bir qancha ma'lumotlar. Ya'ni normal holatda kontaktlarni ham bemalol ola olsak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bu yerda check activity bor. Check activity nima qilib beradi? Check activity komandasi bu yerga joylashtiramiz va undan keyin, ya'ni check activity yoki activity start komandasi orqali biz istalgan buyruqni telefonga bera olamiz. Ya'ni odatda qanaqadir application yoki qanaqadir linklarni ochish jarayoni bo'lishi mumkin. Keling, masalan, oddiygina. Xo'p, oddiygina menda bitta YouTube link bor. O'shani mana shu joyga joylashtiramiz. Joylashtirdim, oddiy YouTube link. Va endi shunda enterni bosadigan bo'lsam, telefondan ko'rib turganingizdek, aynan mana shu qismni menga ishlatib beradi. Ya'ni YouTube'dagi aytilgan, ya'ni linkda berilgan videoni menga ochib bera oladi. Va ko'rib turganingizda YouTube'ga o'tib ketganligi sababli menda nima bo'ldi? Session ham uzildi, ya'ni applicationdan chiqib ketdi. Va endi keling buni boshqatdan ulab olishga harakat qilamiz. Xo'p, ozroq kutamiz shell kelishini. Okay, bizga shell keldi.
Hop. Hali lekin to'laqonli formatda kelmadi. Okey, unda boshqatdan rang qilib ko'raylik. Ya'ni to'liq kelmadi bizga. Xo'p, endi boshqatdan tekshirib ko'ramiz va session 3 ochildi. Lekin bizga hali ham to'liq bo'lmayapti. Okey, demak ma'lumotlarni yana bitta qism ko'rib ketamiz. Xo'p, demak session 3 opened deb ma'lumot chiqaryapti va mavjud bo'lgan, ya'ni hozirgi paytda mavjud bo'lgan sessionlarni ko'rish uchun sessions qismini, ya'ni sessions komandasini yozamiz va e'tibor qiling, bu yerda id 3 va mana shu session bor deyapti. Demak, mana shu sessionga ulanish uchun mavjud bo'lgan sessions-i optiondan foydalangan holatda bu yerda tasavvur qiling, masalan 2-3 ta, ya'ni bir nechta sessionlar bo'ladigan bo'lsa va ularni har biriga alohida boshqa xil idlar beriladi. Va shu idlardan istalganini sessions-i optiondan keyin beradigan bo'lsak, aynan o'sha sessionga meni ulab beradi. Demak, yana men boshqatdan telefonga ulanib oldim. Hop, endi komandalarimizni ko'ramiz boshqatdan. Va bu yerda masalan e'tibor qiling, geolocate degan komandamiz bor. Hop, geolocate nima qilib beradi? Geolocate hozirgi paytda qayerda turganingizni ko'rsatib bera oladi. Masalan, bu yerda menda latitude, longitude, ya'ni uzunlik, kenglik degan qismlarni menga chiqarib beryapti. Hop, endi bu qismni shundoq olaman. Hop, bir daqiqa. Demak, oldik va endi buni Google Map'dan tekshirib ko'ramiz. Ya'ni rostdan ham bizda to'g'ri ishlayaptimi yoki yo'qmi geolocate komandasi. Okey, demak mana bu qismga joylashtiramiz. Va shunchaki enter bosadigan bo'lsak, va bizda e'tibor qiling. Hop, bu qismda ya'ni ko'radigan bo'lsak, aynan mana shu nuqtada biz, ya'ni xatda turib siz bilan shu mavzuni ko'ryapmiz. Va lokatsiyada ham aynan xatni lokatsiyasini chiqarib beryapti. Demak, to'g'ri ishlayapti. Hop, endi boshqa bir komandalarni ko'radigan bo'lsak, hop, yana bu qismda bizga kerak bo'ladigan komandalar, masalan, bu yerda webkamlarga aloqador ma'lumotlar bilan ishlashingiz mumkin. Masalan, webcam list qiladigan bo'lsak, qanaqa web kameralar borligini, ya'ni listini chiqarib beradi, lekin to'laqonli masalan webcam snap yoki webcam stream qismlarini ishlatadigan bo'lsak, bu ya'ni hozircha bu haqda to'liq tushuna olganim yo'q. Hozirgi paytdagi o'sha Android versiyalari 14, 15, ya'ni eng so'nggi versiyadagi Androidlarda web kameraga ulanish birmuncha qiyin. Ya'ni dasturdan chiqarib yuboradi. Nima uchun? Chunki bu o'sha tizim tomonidan applicationga cheklov qo'yiladi. Masalan, screen share degan komanda bor. Screen share komandasi nima qilib beradi? Real vaqtda bizda o'sha qismni ochib beradi. Hozir ochib bermayapti. Ya'ni bu yerda masalan foydalanuvchi ekranda nima amalga oshirilayotganini bemalol kuzatib tursangiz bo'ladi. Va mana ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda o'sha application ochilgan va keling, men masalan mishkadan hech qaysi qismiga bosganim yo'q. Aytaylik, pictures qismiga kiraman. Va bu qismda qaraydigan bo'lsak, men pictures, ya'ni telefondan turib boshqaryapman va bu yerda lekin kompyuterda menda ko'rinyapti, ya'ni o'sha shell orqali ko'rinyapti. Masalan, Androidga kiramiz, ya'ni bemalol applicationlar ichida yurganimda bu qismda shell orqali bemalol telefonda nima bo'layotganini ko'rishim mumkin bo'ladi. Xo'p, screenshot olishimiz mumkin. Screenshot oladigan bo'lsak, bizda shunchaki screenshot olinadi. Va buni endi ko'radigan bo'lsak, ya'ni shu yerda, ya'ni Android papkasi saqlandi. E'tibor qiling. Mana bu JPEG fayl. Hop, open. Va shu faylni ochib ko'radigan bo'lsak, bizda mana buni chiqarib beryapti. Ya'ni aynan mana shu papkada turganimizda telefonda screenshot oldik. Okey, xo'p, yana qanaqa qiziq komandalari bor? Keling, birgalikda, birma-ketlikda ko'rib chiqaylik. Xo'p, bu yerda ma'lumotlarda yana qo'shimcha yana qiziqroq qismlari bor. Masalan, upload, ya'ni o'zingizni kompyuteringizdagi istalgan fayl ma'lumotlarni bemalol telefonga o'rnatsangiz bo'ladi. Yoki telefondagi ma'lumotlarni download qilib olsangiz bo'ladi. Hattoki masalan, xo'p, ifconfig qismlari ham ishlar ekan. Keling, ishlatib ko'raylik. Masalan, ifconfig. Demak, menda ma'lumotlarni ham chiqarib beryapti.
Okay, demak bizda o'sha qurilmamizga tegishli IP adreslar haqida ma'lumot beryapti. Ma'lumot to'g'rida ya'ni qo'shimcha ma'lumot bu ham Metasploit ichiga kirganingizda ko'p holatlarda clear komandasidan foydalanib bo'lmaydi, ya'ni ekranni tozalay olmaysiz. Xo'p, demak davom etamiz. Xo'p, bu qismda ya'ni eng kerakli va siz uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlar va komandalar mana shulardan iborat edi. Okay, va endi eng oxirgi qism, ya'ni mana bu hide app iconini keling siz bilan ishlatib ko'ramiz. Va ishlatadigan bo'lsak, bu komandani File Manager was hidden dedi va menda applicationdan chiqib ketdi va application ko'rib turganingizda hidden ko'rinishda bo'ldi va applicationdan chiqib ketganligi sababli menda shell ham uzilib qoldi. Va application malware yaratish mana shunaqa ko'rinishda va bolalar yana takroran eslatib o'taman. Bunaqa ko'rinishdagi o'sha xatti-harakatlarni boshqa odamlarning mol-mulkiga ziyon yetkazish, telefoniga ruxsatsiz kirish, shu va shunga o'xshash noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, qonuniy javobgarlikka tortilishingiz mumkin va men buni nima uchun sizga ko'rsatdim? Ya'ni o'zingizda himoyalash, ya'ni masalan bilamiz kundalik hayotda ko'pchilik masalan torrent yoki shunga o'xshash masalan ishonish mumkin bo'lmagan yoki unofficial norasmiy veb-saytlardan har qanaqa turdagi masalan fayllarni yuklab olasiz. Va aynan mana shu narsa sizda ham uchrashi mumkin. Ya'ni ichida qanaqa kontentlari bor, qanaqa kod bloklari bor, uni bilmaysiz. Ya'ni unofficial norasmiy veb-saytlarni yuklab olyapsiz va o'sha norasmiy veb-saytlarni yuklab olganingizda sizda ham mana shunaqa holat, ya'ni ichida qanaqadir malicious kodlar o'rnatilgan applicationlarni yuklab olish ehtimolligingiz yuqori. Shu sababli ham faqatgina harakat qiling rasmiy veb-saytlardan ishonarli, ya'ni ishonchli application dastur fayllarini yuklab olishga. Xo'p, shulardan iborat edi. Ya'ni application malware shu bilan tugallandi. Menimcha hammaga qiziq bo'ldi, hammaga tushunarli bo'ldi. O'xshagan yana bir ikkita anavlar bor. Shunaqa hacking anavlar bor. Nasib bo'lsa shuni chiqarmoqchiman. Ya'ni undan oldin master klassda ko'rsatib yangilik qilmoqchi edim. Okay, nasib bo'lsa chiqaraman shuni. Xo'p, okay, unda bolalar ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Ko'rgan ko'rsatuvlar foydali bo'ldi degan umiddaman va agar bunga o'xshagan ko'rsatuvlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasanglar, HUDni va YouTube'da Saud Abdulvahidni kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki ikkala kanalda ham faqatgina kiberxavfsizlik bilan bog'liq videolar yuklanadi. Agar bizani Instagramda kuzatmasanglar, Instagramda kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki u yoqda kiberxavfsizlik bilan bog'liq qiziq voqealar, qiziq eksperimentlar va hokazolarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari agar kiberxavfsizlik bilan bog'liq sizlarga kitoblar kerak bo'lsa yoki bo'lmasa bepul kurslar kerak bo'lsa, sun'iy intellektni xavfsizligi bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Hadi ilovasini o'rnatib olinglar. Bir dunyo bepul kurslar bor, C, Python kurslarini o'rganishinglar mumkin. Undan tashqari ichida sun'iy intellekt bor. Undan tashqari biz kiberxavfsizlik bilan bog'liq yangiliklarni yuklab boramiz. Kurslarni yangilab boramiz. Bepul CTFlar bor. Buzib kirishni simulyatsiya qilishinglar mumkin bo'lgan bir dunyo bepul hamda 3 kunlik CTFlar bor. Bularni o'tkazib yubormoqchi bo'lsanglar, Hadini Play Market va App Store dan yuklab olinglar.